erini bo'ysundirmoqchi bo'lgan. Ya'ni xalqimizda shunaqa gap bor-ku, eringni bundan ip o'tkazib ol deydi. Boshiga chiqib ol deydi va hokazo. Shu eng ahmoq ayol. Erini bo'ysundiraman, erimni o'zimni yo'limga yurg'izaman degan ayol ahmoq ayol hisoblanadi. Chunki u hech narsaga erisha olmaydi. Erkak kishining tabiatida shuni ayollar yaxshi bilib olsa, ayol kishiga bo'ysunishlik degan tushuncha yo'q. Ya'ni qobiliyati yo'q. Uni majburlasiz ham bo'lmaydi. Dono ayol nima qiladi desa, dono ayol o'zini erini oldida past sanaydi va erini qirol darajasiga ko'taradi. Vaholanki uyda er qirolmi, demak u uyda ayol malika bo'ladi, qirolicha hisoblanadi. Dono ayol shunaqa ekan. Erini qirol darajasiga ko'tarar ekan, o'zi malikalardek tinch yashar ekan. Bu endi ayollarga o'ziga havola. Qirolicha bo'lmoqchimi yoki qul bo'lmoqchimi? Tanlov o'zida. Eriga bo'layotgan munosabatiga qarab ayol kishi o'zining maqomini, darajasini oilada ko'rsataveradi, belgilayveradi.